Ijtimoiy himoya milliy agentligining 1070 yordam tezkor boti ishga tushdi. Endi muhim ijtimoiy xizmatlar, murojaatlar va ma'lumotlar barchasi bitta mini ilovada. Platformadan foydalanish uchun Telegram ijtimoiy tarmog'ining qidiruv qismiga IXMA 1070 bot deb yozing va start tugmasini bosing. Mini ilovani ochganingizda asosiy menyuda 4 ta bo'lim mavjud. Tazyiq va zo'ravonlik, korrupsiya bo'yicha murojaat, xizmatlar va shaxsiy kabinet. Xizmatlar bo'limida bir necha muhim yo'nalishlar mavjud. Ijtimoiy himoya yagona reyestri orqali arizangiz holatini tekshirish, nafaqalar turi va shartlari haqida ma'lumot olish, nogironlik bo'yicha qayta ko'rib chiqish jarayonini kuzatish, ro'yxatga kiritilganlikni bilish, kambag'allik reyestri orqali ro'yxatga kiritilganlikni bilish. Yagona reyestr arizasini tekshirish uchun JSHR raqamingizni kiriting. U 14 ta raqamdan iborat bo'lib, tekshirish tugmasini bosganingizda natija darhol ko'rsatiladi. Shaxsiy kabinet bo'limida esa siz o'zingiz haqingizdagi ma'lumotlar, yuborgan arizalar va ularning holatini bir joyda ko'rishingiz mumkin. IXMA tizimi foydalanuvchi xavfsizligi va ma'lumotlar maxfiyligini to'liq ta'minlaydi. Har bir murojaat qonuniy tartibda ko'rib chiqiladi va natijalar rasmiy shaklda mini ilova ichida qayd etiladi. IXMA 1070 ijtimoiy himoya xizmatlari sizga yanada yaqin.